O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Men Qurolov O'tkirbek Marat o'g'li 1998-yil Jizzax viloyatida tug'ilganman. 2019-yilda Bojxona instituti kursanti degan sharafli nomga sazovor bo'ldim. Garchi bu yo'lda ota-onam, ustozlarimning mehnati beqiyos bo'lsa-da, men birinchi galda Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni muhtaram prezidentimizga rahmat aytaman. Nega deysizmi? Unda mening hikoyamni tinglang. Qizg'in o'quv va jismoniy tayyorgarliklar, test imtihonlaridan o'tib, 150 nafar kursantlar institutga qabul qilindik. Dala harbiy mashg'ulotlarini ham o'tadik. Va nihoyat barchamiz orziqib, entikib kutgan kun keldi. 1-sentyabr, Mustaqillik kuni. Barchamiz harbiy va bojxonachi qasamyodini qabul qilishga jamlanganmiz. Tantanali tadbirning Mustaqillik kunida o'tkazilganida ham o'ziga xos ma'no va mazmun mujassamlik. Shu boisdan ham bu kun qasamyod qilayotgan biz kursantlar, mustaqillik farzandlarining bir umr yodimizda muhrlanib qolishi shubhasiz. Men Qurolov O'tkirbek Marat o'g'li bojxona organi xodimi vakolatlarini amalga oshirish chog'ida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi va qonun hujjatlariga so'zsiz rioya qilishga, uning iqtisodiy xavfsizligini himoya qilishga, o'z xizmat majburiyatlarimni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. Shu kuni men ham dil izhorlarimni bildirishga qaror qildim. Men tengdoshlarim nomidan bizga qaratilgan yuksak e'tibor va yaratilgan sharoit hamda imkoniyatlar uchun prezidentimizga cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuni ishontirib aytamanki, biz yoshlar kelajakda yetuk bojxona organi xodimi bo'lib yetishib, vatanimiz gullab-yashnashiga o'z hissamizni qo'shishga va'da beramiz. Hammadan ham ko'ra ota-onamning quvonchi cheksiz. Axir ular bu kunni mendan ham ko'ra ko'proq kutishgan. Chekka bir qishloqning oddiy bolasi shunday nufuzli dargohda o'qishga kirishiga ishonishmagan. Adolat yo'q deb o'ylashganmikan, bunisi menga qorong'u. Ammo men ota-onam yuraklarining tub-tubida yashirinib yotgan bu ishonchsizlikni parchaladim. Buning uchun menga prezidentim imkon berdi. Test sinovlarining har yilgidanda adolatli va shaffof o'tkazilganligi imkon berdi. Prezidentimizga rahmat, shunchalik shart-sharoitlar yaratib beryapti ekan, vatanimizning gullab yashnashi uchun yana ham hissa qo'shadi degan umiddamiz. Bu yil odilona test sinovlaridan o'tib, ikkinchi o'g'lim bojxona institutiga kirib, qasamyod qabul qildi. Bu odilona bo'layotgan testdan mana biz juda xursandmiz. Mana, yangi o'quv yili ham boshlandi. Kursdoshlarimiz bilan allaqachon qadrdon bo'lib qoldik. Yotoqxona desa, kinolarda ko'rganimdek katta xonada 30-40 nafar askarlar uxlashadi deb o'ylarkanman. Adashibman. Bojxona institutida har 5-6 nafar kursantga bittadan xona ajratilgan. Mebellar bilan ta'minlangan. Shinamgina xonada o'zimni xuddi o'z uyimdadek his qilaman. Kurs uyg'on, ertalabki badan tarbiyaga safla. Har kuni erta tong soat 6 da uyg'onamiz. Kurs sardorimiz boshchiligida o'rtacha 30 daqiqa ertalabki jismoniy mashg'ulotlarni bajaramiz. Zot, ertalabki badan tarbiya mashqlarini boshlaymiz. Soat 9 da esa dars mashg'ulotlari boshlanadi. Mana hozir iqtisodiyot darsidamiz. Ochig'i, bojxonaning iqtisodiyotdagi o'rni haqida tasavvurlarim hali yetarli emas. Shu boisdan ham ustozimning so'zlarini diqqat bilan tinglayman. Bu fanimiz bojxona tizimi bilan bevosita bog'liq ekan. Endi mana sizlarga yana bitta savol. Navbatdagi mashg'ulotlarimiz axborot texnologiyalari darsi. Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarining keng miqyosda joriy qilinganligini hayrat bilan tinglayman. Demak, bojxona organlarida rasmiylashtirish nazoratiga ketadigan vaqtni nima bilan qisqartiramiz?
Ya'ni bojxona organlariga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish natijasida rasmiylashtirish va nazoratga ketadigan vaqtni qisqartiramiz. Demak, bu sohada yetuk mutaxassis bo'lish uchun axborot texnologiyalarini ham puxta o'zlashtirishim shart. Chunki bojxona sohasining biron bir yo'nalishini zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana bu dars xonasidagi texnik vositalarni ko'rib, aqlim shoshib qoldi. Bojxona ko'rigini amalga oshirishda zarur bo'ladigan 30 dan ortiq zamonaviy texnik vositalarning barchasi bu yerda mujassam ekan. Metal izlagich deysizmi, narkotik moddalarni aniqlovchi vositalar deysizmi, hattoki jismning tarkibidagi kimyoviy moddalarni ularning zichligiga qarab aniqlovchi vosita ham bor ekan. Qoyil-e. Uzukni kimyoviy tarkibini aniqlab ko'ramiz. Buning uchun biz uzukni qo'yamiz, joylashtirib. Unga qarab qurilmani yo'naltiramiz va 13 sekund kutib turamiz. Being high qualified customs officers, nowadays Bojxona postlarida faoliyat yuritadigan xodimlar albatta xorijiy tillarni puxta o'zlashtirishlari lozim. Chunki ular xorijiy sayyohlar va investorlar bilan tez-tez muloqotga kirishadi. Shu boisdan ham ingliz tiliga ishtiyoqim kuchli. Ustozimning ingliz tilida xuddi o'z ona tilida gapirgandek bir maromda so'zlayotganini ko'rib, o'z oldimga maqsad qo'yaman. Oldindagi 4 yil davomida men ham shu darajaga chiqishim shart. Hozirda institutimizda 4-kurs kursanti Mushtari Ismatova 2019-yil oktyabr oyida Makedoniyada o'tkaziladigan xalqaro yoshlar konferensiyasiga tayyorlanmoqda. U shu yil Sankt-Peterburg shahrida xalqaro yoshlar konferensiyasida o'zining bojxona sohasini rivojlantirishga oid zamonaviy tashabbus va loyihalari bilan ishtirok etib, birinchi o'rinni qo'lga kiritgan. So'nggi yillarda yurtboshimiz tomonidan yoshlarga katta e'tibor qaratilmoqda va ularga keng imkoniyatlar yaratilib bermoqda. Xususan, bizga ham joriy yilning 6-8 iyun kunlari Rossiya Federatsiyasining Sankt-Peterburg shahrida o'tkazilgan xalqaro biznes, innovatsiyalar hamda bojxona tomonidan tartibga solish 6-xalqaro yoshlar konferensiyasida O'zbekiston vakillari sifatida ishtirok etdik. Hamda ushbu konferensiyada biz birinchi faxrli o'rinni egalladik. Mashg'ulotlar tugab, endi tushlikka yo'l olamiz. Saf qo'shig'ini jo'rlikda aytib, oshxona tomon yurishning ham men sizga aytsam o'z gashti bor. Chiqmoq uchun jumla jahonga Edilmandim deganda yurtim jonim fido O'zbekistonga. Oshxonadagi muhtasham muhitdan bahri diling ochiladi. Palovxon to'raning dimoqqa urilgan yoqimli hididan bilamizki, bugun osh pishgan. Qo'ligul oshpazlarimizning qo'liga tegmaydi. Bu yerdagi ozodalik, saranjom sarishtalikka nima yetsin? Oshga esa gap yo'q. Mehribon onam pishirgan oshdan hech ham kami yo'q. Hozir ekran orqali biz kursantlarni kuzatib turgan ota-onalarimiz bu jihatidan xotirjam bo'laversinlar. Tekislan, rostlan, tekislanish o'rtaga. Tushdan so'ng barchamiz saf maydonida jamlanamiz. Kurs boshliqlari institut boshlig'ining tarbiyaviy ishlar va harbiy tayyorgarlik bo'yicha o'rinbosariga tezkor axborot berishadi. Birinchi kurs shaxsiy tarkibi tekshirildi. Ikkinchi kurs shaxs tarkibi tekshirildi. Uchinchi kurs shaxs tarkibi tekshirildi. 4-kurs shaxs tarkibi tekshirildi. Ko'rik yakunlangach, yana saf yurishini qilib, mashg'ulotlarga tarqaymiz. Institutda har hafta taniqli insonlar, davlat, men ham albatta namunali bojxona tinglovchisi degan nomni qo'lga kiritaman. Institutning yoshlar yetakchisi bilan biz yangi kursantlar allaqachon do'st bo'lishga ulgurdik. Mashg'ulotlar turli adabiyotlar mavzuning ilk sahifasida ularning quyidagi so'zlari bor. Vatan oldidagi bojxona xodimi eng avvalo jismonan kuchli va baquvvat bo'lishi shart. Shu boisdan institutimizda trenajyor xonasida barcha sport anjomlari muhayyo qilingan. Bu yerda murabbiyimiz nazorati ostida kuchli va murakkab mashqlarni bajaramiz. Biz kursantlarning jangovar shayligimizni mustahkamlash uchun institutda barcha sharoitlar muhayyo.
Masalan, so'nggi texnologiyalar asosida jihozlangan elektron otishxonasida o'q otish bo'yicha dastlabki ko'nikmalar shakllantiriladi. So'ngra esa haqiqiy quroldan foydalanib, jangovar o'q otish bo'yicha mahoratimizni mustahkamlaymiz. Dam olish vaqtida kursdoshlarim bilan institutdagi Mo'jaz xiyobonga jamlanamiz. Oramizda san'atga mehr qo'ygan iqtidorli yigitlar ham bor. Salom onajon inam. Yana sizga yozmoqdaman xat. Salomatmi aziz otam ham? Ukalarim yurgandir xushvaqt. Salom ona. Kechki payt informatsion dasturlarni qoldirmay ko'ramiz. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan yangiliklar, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarni doimiy kuzatib borishimiz zarur. Bu bizning ongu tafakkurimizni boyitadi. Kech tugab, yana o'zimiz uchun qadrdon xonamizga qaytamiz. Kun davomida olgan yangi bilim va taassurotlarimizni shu yerda bir-birimiz bilan o'rtoqlashamiz. Ertaga bizni yana bir yangi kun kutmoqda. O'zbekiston Respublikasi va Prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Kech tushgan bo'lsa-da, institutdagi o'quv jarayonlari endi kazarmalardagi kursantlarning qizg'in bahs-munozaralariga ko'chadi. Umuman, kursantlarning bir kunlik hayotini kuzatar ekanmiz, biz yaqqol ishonch hosil qildikki, bu yerda haqiqatan ham iqtisodiy xavfsizlik himoyachilari yetishib chiqadi.